Ramazan yazmaları 9. bab bir bayram arzulayman. 1. bölüm qalam bilan o'rgatganning nomi bilan. Bir hayt arzu qilaman. Qalam bilan o'rgatkuchining ismi bilan. Hammadan burun so'z bor edi. Mushundoq boshlaydi Yuhanna Injili. Eng başta söz bar idi ve her şeyi kelime bilen başladı. Peyda buluş vücutqa kel emri bilen başladı. Fevqalatda bir halning ifadesi bolgan İsa aleyhisselamni kelime deb atash hergizmi bir tasodifilik emas. Kelime muhim, yezish mas'uliyat talab qiladi. Mas'uliyat eňiňe ega kishi yazıdı. Sözleri, nutqlari ve yetkiziliş kerak bolgan turup, yetkizmegen haqiqat sebebidan javobgarlyk tartıldyganlygini biladi. Yazma eser yazgıçının amali bolup hesaplanadi. Yezish bir fursat bolup, her fursat bir nehmet. Nehmetning haqiqiy shukr bilan ado qilingan vaqt u ne'mat bo'ladi. Agar shukri ado qilinmasa, uning badali berilmasa, o vaqtda ne'mat musibatga, baloga, fitnaga aylandi. Söz muhabbatdir. Shunga Anadoluda 3 kishining bir yerda turib suhbatlashayotganligini ko'rib, nima ish qilayotganligini so'rasınız, muhabbatlashyapmiz, ya'ni suhbatlashyapmiz deb javob berdi. So'zdan so'yguni, yozmadan asardan muhabbatni chiqarib atgan vaqtingizda sizga qoladigini bir dova harf, bir eshik kelgudak so'z va bir jangal jumla xarobisi bo'ladi. Sözlerimiz Şam'dan yasalgan bezekler bulup, ularga can bergüçi, kan bergüçi muhabbettir. Ta'sir gücünü peyda qılgıçı Rabbimizdir. Söz qayerdan chiqqan bolsa, o şu yerge barıdı. Eğizning ichidan chiqqan söz quloqning bu tarpidan kirib, yeni bir tarpidan chiqib ketadi. Yurakdan chiqqan söz yurakka berib to'xtaydi. Her söz bir narsa demeydi. Kor, gaz, tilsiz sözlermi var. Bazı sözler nait köp narsalarni deydi. Anglaydigan quliqi, ko'radigan ko'zi barlar uchun albatta. Yezish bir san'atdir. Allahning, bandining, suvning, nonning haqqi bo'lgandek, yozmaning haqqi bo'ladi. Haqqını ado qilmay turib, yezish asarga zulm qilganlik bo'ladi. Haqqi ado qilingan holda yezilgan bir asar haqqini berib o'qiydigan kitobxon izlaydi. Bu jihatdan o'qishmi bir mahorat va mas'uliyatdir. Yaxshi yezilgan bir asarning maqsadi ma'lum bir masalani kun tartibga elib kelish yoki kun tartibdagi xatolikni o'zgartish. Kapitalning chakarchiligini qilayotgan taratqular paydo qilgan yolg'on kun tartibning leyg'an suyiga agishib eqish bir asar uchun aytganda eng og'ir musibat bo'lsa kerak. Bu xil oqibatga qolgan asarning jazosi ko'pikdak yo'q bo'lishdir. Kunimizda 2 kun tartib bor. Birisi g'ayvat deb atiladigan o'tkinchi, oddiy va kishini aldaydigan kun tartiblar bo'lib, bularni taratqular paydo qiladi. Yana birisi bo'lsa, uzun muddat unutilmaydigan, rasmiy va to'g'ri bo'lgan kun tartiblar bo'lib, bu 2 kun tartib ichida eng barakatlik, muborak bo'lganlari Allah belgilagan masalalardir. Ramazan Allah belgilagan ilahi kun tartib bo'lib,
күнділік hayat qaynımıda eqib ketayotgan insonning insonligi, insonlik xususiyati ta'kidlangan bashar tarafini insonlik xususiyatining orqaga cho'rib tashlagan bir kun tartibdir. Bu ilohiy kun tartibning maqsadi insonning mas'uliyat tuyg'usini taraqqiy qildirish, ro'za farz qilingan oyatning la alaykum tattaqun iborasi bilan oxirlashishi buni ro'shan bir shaklda ko'rsatmoqda. Badan ba'zida aql ishiltadigan qalbning ustiga yepilgan qilin bir pardaga aylanib qoladi. Ro'za mana bu qilin parda orasidan insonning insoni tarafining bashar tarafidan g'olib kelishiga yordam qiladigan amal bo'lish rolini o'ynaydi. Ramazon insonga avatilgan bir ilohiy bag'oq. İnsonni boshqa yerga emas, o'ziga qaytishga chaqirgan bir taklifnoma. Bu ma'noda ro'za haddini bilishga tavsiya qilingan bir chaqiriq. Insonga ojiz, zaif, muhtoj bir maxluq ekanligini aslatish harakatidir ro'za. Ya'ni insonni o'z hudud, ya'ni chegaralarini bayqashqa chaqiriq bo'lib, o'z hududlarini bilgan kishi haddini biladi. Buni bilgan kishi Parvardigorini biladi. Yana bir tarafdan Ramazon yurak mamlakatini bir yil tashlab qo'ygan insonga ishchingdagi dunyoni bayqash uchun yo'lga chiq farmoni bo'lib, fitrat jihatdan insonga baxsh etilgan mislsiz bir kuch, yadro kuch markazi bo'lib hisoblanadigan qalbga insonning nazarini og'dirishdir. İnsan nafsi doim o'zidan bakrak boshqalarga ko'ngil bo'lishga, boshqalarga qiziqishga, boshqalarni qutqizishga amroq keladi. Boshqalarga qartilgan bu haddidan ziyoda qiziqish ko'pincha vaqtda o'ziga sal qarashni keltirib chiqaradi. İnsonga o'zini unutildiradi. Hatto o'zini yo'qotib qo'yishga sabab bo'ladi. Bu ro'yolatga giribdor bo'lgan kishini ko'pincha vaqtda o'ziga tutashgan o'tni o'chirmay, boshqalarni qutqizish uchun ketayotgan holda ko'rsiz. Voy isit deb qolasiz, bechora, o'ziga tutashgan o'tdan bexabar. Kim biladi? Boshqalar haqida bu favqulodda kamchilikni bayqayotgan vaqtingizda sizga o't tutishib ketgandi balkim.